Diqqat! Yaqin kunlarda ob-havo keskin yomonlashadi. O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish e'lon qildi. Xabar qilinishicha, joriy yilning 10-13 fevral kunlari O'zbekiston hududiga nam havo massalari kirib keladi. Bu yog'ingarchilik va kuchli shamol bilan birga kelishi mumkin. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, respublika bo'ylab vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shimoliy hududlarda esa yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik kuchli bo'ladi. Ayniqsa, tog'li va tog'dagi hududlarda vaqti bilan yomg'ir va qor shaklida juda kuchli yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga, respublika bo'ylab ba'zi joylarda shamol tezligi sekundiga 13-18 metrgacha ko'tariladi. 10 fevral kuni ba'zi hududlarda shamol tezligi 20-23 metrga yetishi mumkin. Mutaxassislar ogohlantirmoqda. Kuchli yomg'ir, qor va shamol transportga, elektr ta'minotiga va kundalik hayotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun haydovchilardan yo'lda ehtiyot bo'lishlari, tog'li hududlarga kirishni cheklashlari va fuqarolardan ob-havo sharoitlarini hisobga olgan holda sayohatlarni rejalashtirishlari so'raladi. Bu oddiy prognoz emas, bu rasmiy ogohlantirish. Ehtiyot bo'ling, ob-havoni hisobga oling. Xavfsizlik birinchi o'rinda turadi.